Assalamu alaykum hörmətli televizor köküçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlə qarşılayırıq. Aldı bilən xəbərlərimizdən mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Xitay dairələrinin Şərq Türkistanda elib verib atqan İslamğa qarşı turuş hərəkəti nurgun ticarətçilərni veyran qılmaqda. Şveysariya Xitay bilan həmkarlaşıb bir balvaq bir yol qurilishini ilgiri sürməkdə. Assalamu alaykum hörmətli televizor köküçülər. Xitay dövlətinin bexəttərlikini himoya qilish Şərqi Türkistan ma'arif sohasining asosiy xizmat temasi bo'lmoqda. Çili'de aeroplan çöp ketiş vakası yüz verip 6 kişi kaza kıldı. Tövəndə Xitaylar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Xitayning İslamğa qarşı turuş hərəkəti Şərq Türkistan savdo tijarətçilərinə emas, bəlkə Xitayning hər qaysı ölkələri turuşluq musulmon tungan savdo tijarətçilərinə. Şundaqla Xitay milletidən bolğan restoran, aşxana, yemək-içmək do'konlarining viviskalarida musulmoncha halol degan xatlar bo'lsa, hammani elib tashlab do'kon sohibiga qattiq ogohlantirish bergan. Tangsan şəhəri Çingdi şəhərdə o'ltiraqlashgan tungan musulmonlari bu bo'ron chapqinning qurboni bo'lgan. Statistik qilinishicha Çingdi şəhərdə 3 tunganlar ko'chasi bo'lib, jami 150 dan ortiq do'konlarning viviska taxtalarida arabcha halol, xitoycha Qingjing, ya'ni musulmoncha degan xatlar, chaynak belgilari bir tutash o'chirib etilgan. Bir do'kon sohibining bildirishicha, bularning hammasi birlik sab bo'limining buyrug'i ekan. Kimki moslashmasa do'koni taqiladi ekan va yoki tutqun qilinadi ekan. Asosiy maqsadi bo'lsa islomni tub yiltizdan yo'qotib xitoylashtirish degan. İslami belgilerini söküş hareketi bolsa iqtisodiy ziyon yetkazib qolmasdan balki og'ir fojia keltirib chiqargan. Çingdi shahridagi o'zini oshkorlashni xohlamagan, vaziyatdan to'liq xabardor kishining bildirishicha, hukumatning nurg'un qatimliq zo'rlash, tahdid qilishi bilan bir do'kon sohibi viviskadagi xatlarni söküş jarayonida ehtiyotsizlikdan shotidan tushib ketib, ikki puti sunib ketgan. 120 ming yuan xalq puli bilan davolanib yana meyib bo'lib qolgan ekan. Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon xalqini milliy kimligidan, madaniyatidan, diniy e'tiqodidan ayirib tashlab, butunlay xitoylashga majburlab yashash haqlarini tamoman dafsanda qilib atganligi. Lager sirtidagi Uyg'urlarning bo'lsa soqchi ham kameralarning nazoratida mahkumlar kabi nazorat ostida yashayotganligi. Sharq Turkistonning shahar yezi qishloqlari, ko'cha bozorlarda Xitoyning har xil tashviq so'z shuarlari bilan to'shqanligi takror o'tirg'i chiqmoqda. Shundaqla xalqaro jamoatining tanqidiga uchirmoqda. 15 aprel günü Xitay Merkezi Hükümeti'nin Hong Kong'da turuşluq aloqa işxanasının müdiri Wang Jiming Hong Kong'ның Kamchong rayonida açılgan Dövlət Bexatarligi Tərbiyesi günü muhakeme yığınında dövlətimiz soğuq uruş davri oyoqlashgandan keyin eng og'ir bo'lgan dövlət bexatarlik masalasiga duch kelyapti. Bir qism guruhlar dövlətimizga qarshi bo'lgan dushman kuchlar bilan birlashib, dövlətimizning egilik huquqiga daxli taruz qilmoqchi bo'lyapti degan. Xitay Merkezi Hükümeti'nin Hong Kong'a avatilgan oliy ma'muriy xodimining qilgan bu so'zi Sharqiy Turkistonda Dövlət Bexatarligi Tarbiya kuni munosabati bilan o'tkazilgan turli faoliyat bosh temi bilan zich munosabatlik. Xitay xabarlari to'rining 16 apreldagi xabarida aytilishicha, bu yilgi Dövlət Bexatarligi Tarbiya kunida butkul rayon miqyosida Dövlət Bexatarligi engini oshirish, bu haqdagi tushunchani umumlashtirish, yuzlagan minglagan kentlardagi tuman minglagan aholi birlikda davlat bayrog'i chiqarish bosh tema qilingan. Shundaqla Dövlət Bexatarligi tarbiyasini quloqqa, miyaga va qalbga mahkam o'rnatish o'ttirib qo'yilgan. Bu yil Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yillik xotirasi. Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib besib olganligining 70 yilligi. Barin inqilobining 29 yilligi. Urumchi 5-iyul vaqasining 10 yilligi. 4-iyun Tiananmen o'quvchilarni bostirish vaqasining 30 yilligi bo'lib, Xitoy hukumatining bu xil andishlarda bo'lishi ularning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchisining qaysi darajada ekanligini, xalqning hukumatga bo'lgan g'azab nafratining kunsiri ishiyotganligini ko'rib olqili bo'ldi. Reuters agentligining xabarida Shveysariya Federatsiyasi prezidenti Eil Maorir Xitoyni ziyorat qilganda Xitoy bilan bir balvoq bir yo'l turida hamkorlikni oshirish kelishimi tuzmoqchi ekan. Shveysariya bilan Xitoyning hamkorligi asosan bir balvoq bir yo'l turi bo'yidagi davlatlar bilan bo'lgan savdo, mablag' selish, to'rpul muomalasi qatorliq jihatlarda ekan. Navbatda bir balvoq bir yo'l turi g'arb allarining gumoniga uchrab, Xitoyning bir balvoq bir yo'l turi orqali o'zining siyosiy ta'sirini kengaytirish quroli deb qaralmoqda. Buningdan ilgari Italiya Xitoy bilan bir balvoq bir yo'l turida hamkorlashganda Amerikaning tanqidiga uchirgan edi. Izchil betaraf bo'lgan Shveysariya bo'lsa, bir balvoq bir yo'l turidagi hamkorlikni O'rta Osiyo rayonining iqtisodiy o'sib yetilishi fursati deb qaragan. Shundaqla Junxo Xalq Jumhuriyatini eng burun e'tirof qilgan g'arb davlati bo'lib, hamda Yevropa quruqligi bo'yicha eng burun Xitoy bilan erkin savdo kelishimi imzolagan davlat. Eil Maorirning bu qatimki Xitoy ziyorati bir balvoq bir yo'l ikkinchi qatimliq boshliqlar yig'iniga qatnashishi bo'lib, Xitoy raisi Xi Jinpingning alohida taklifi bilan rasmiy yo'sinda davlat ishlari ziyoratida bo'lishi ekan.
Chilining janubidagi Puerto-Montt shahri Montt portida kichik tipdagi aeroplan bir o'ltiraq uyning o'g'isiga tushib, aeroplandagi 6 kishi hayotidan ayrildi. 2 kishi yaralandi. Puerto-Montt shahar boshlig'i Harry Jorgensenning aytishicha, aeroplan qo'zg'alib ancha uzoq o'tmay bir o'ltiraq uyning o'g'isiga tushib ketgan. Qazoda uchquchini o'z ichiga olgan 6 kishi hayotidan ayrilgan. 2 yerlik kishi yaralangan ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Görüşkice aman bulunla. Xayr, xo'sh. Allah'a emanet.